Zamon rivojlangan sari kiber jinoyat, odamlarni plastik kartasidan pul o'g'irlash, yolg'on gapirish. Lekin xalqimiz ham azizlar bir oz ziyrak bo'lishimiz kerak. Rasululloh alayhisalom aytadilarki, mo'min banda ilonni inidan 2 marta qo'lini chaqtirmaydi deydilar. Yana xalqimizda maqol bor, ko'r hassasini 1 marta yo'qotadi deydi. Shuncha aytsa ham yana odamlar tushib qolaveradi-da. Keladi sizga notanish odamdan bir SMS kelsa, kartangizni raqamini bermang, o'qimang, buqimang, yana berib qo'yib, yana o'sha o'g'riga sharoit beryapmiz. Endi davlat ham kurashyapti bunga qarshi. Lekin odatda jamiyat kurashishi kerak. Hamma unga sharoit ham yaratmaslik kerak. Men kecha internetda bittasi menga tashlayapti Telegramda. Men o'zim shunaqa masjidda o'tiribman, shu kiyimimda qoyil maqom qilib o'rischalab gapiryapman-da, bitta narsani reklama qilyapman, qarang. Ovozim ham shu. Lablarim ham tushgan, sun'iy intellektda qilganda. Shunday qilibdi badbaxt. Odamlar ishonib, mana muftiy buni aytyapti, bu rost ekan deb qanchasi bechoralar pul tikkanda. Hozir sun'iy intellekt shunaqa bo'lib ketibdiki, ovozni ham bir xil qilib qo'yadi. Kerak bo'lsa, yoshlar yaxshi bilasizlar. Men shaxsan o'zim hech qachon biror bir narsani reklama qilmayman, biror bir narsaga bunaqa da'vat qilmayman. Bu bitta menga emas, boshqalarda ham katta-katta insonlarda shunaqa firibgar, juda yomon firibgarlik tarqadi. Bilishmayaptiki azizlar, bir kuni Alloh taolo bularda azobini beradi. Tirikchilik hamma banda uchun kelgan. Lekin shu tirikchilikni bandasizlik bilan qilishlik bu sharmandalik. Ya'ni Allohni esdan chiqarmaslik kerak. Alloh bergan rizqimizdan ortig'ini ola olmaymiz azizlar. Alloh belgilagan rizqimizni tashlab ham ketmaymiz. Faqat shoshilib ketyapti yoshlar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bir kuni otini yetaklab kelayotib, eshik tagida bir kambag'al yigit turgan ekan, otini ushlab turib, "Namoz chiqaman" deb kirib ketibdilar. Kirib ketayotib o'ylabdilar, kambag'al ekan, shunga bir ehson qilib qo'yaman deb kirib ketibdilar. Ha, u o'g'ri ekan, otni egar jabdug'larni olibdi-da ketib yoribdi. Chiqsa hech narsa yo'q. Hazrati Ali hayron, "Ha, o'g'irlabdi, ha bo'pti" deb xizmatkorini qo'liga 10 dirhamni pul beribdilar-da, bor bozordan olib ketib, bozorga borsa sotayotgan ekan, olib kelib qo'llariga bersa o'ziniki. Bu mana o'zimiki, kimdan olding desa, ko'rinishini aytsa, o'sha haligi otni omonat bergan odam. Hazrati Ali karramallohu vajhahu shunda hayron bo'lib, qara, subhanalloh. Mana shu miqdorda shu yigitga beraman deb chiquvdim. Shuni rizqi ekan mana shu pul. Lekin bu shoshilib ketib shuni harom qilib oldi. Agar sabr qilib tursa, men shuni halol berardim. O'zi shuniki edi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, men harakat qilib topmasam bo'lmaydi. Yo'q, harakat qilish kerak. Lekin azizlar, Alloh bergan rizqimizni olamiz xolos. Shuni shoshilib harom qilib qo'ymaslik kerak.